Hammaga assalomu alaykum. Bugun MVC arxitekturasidagi M-model qismi haqida ma'lumot beramiz va view ga qanday chiqarish kerakligini ko'rib chiqamiz. Modelni view ga qo'shish. View faylda model qo'shish uchun kichikcha model direktivasini ishlatamiz. Bu modelning turini aniqlaydi va uni keyin view da ishlatishimizga imkon beradi. Masalan, model product model. Modelga murojaat qilish. Modelga kichikcha model yordamida murojaat qilamiz. Bu yerda M harfi katta harf bilan yoziladi. Kichikcha model orqali modeldagi xususiyatlarga kirish mumkin. Masalan, kichikcha model name. Bu product model klassining name xususiyatiga murojaat. Shuningdek, HTML yordamchilari. HTML display for modelning xususiyatini chiqarishda yordam beradi. Tag helpers. Tag helpers yordamida ham modelga murojaat qilish mumkin. Masalan, ASP4 yordamida. Modelning name xususiyatiga bog'lashimiz mumkin. Modelning kontroller orqali view ga uzatilishi. Kontrollerda modelni yaratib, return view model orqali modelni view ga uzatamiz. Endi keyingi darsimizda shularni amaliyotda ko'rib chiqamiz.